Eyyo, cho'tkiligini zo'r ketmoqda-yu mashina. Ha, kapot meniki ham zo'r ketmoqda lekin. Taxtali qara zo'rligini. Taxtali, mayli, taxtali ham zo'rligi normalniy. Ha, taxtaligini tegizma qara zo'rligini, chiroyligini. Qara sanikidan ming marta zo'r. Saniki qara bo'lmaydi, musor. Ye, xo'p, mayli. Lekin kimniki zo'r, kimniki yomonligini bor hali ko'ramiz-a. Qara, sanikida вообще bo'lmaydi. Balonlari ham yo'q. Hozir qo'yapman-da mana, Hozir shoshilmagan, hozir shuni joylashtirib olay, keyin gaplashamiz. Ha, mayli, davay, tezroq joylashtirchi. Qani kimniki zo'rligini ko'ramiz. Shunda. Qara, bo'lmaysa mashina. Meniki qara chiroyliligini. Ha, mayli, juda ham zo'r, ajoyib ekan sana mashinang. Lekin nima bo'lganda ham hozir ikkala mashinadan ko'ra bor. Meniki zo'r. Vashtam obunachilar hal qilishadi-da qaysi mashina zo'rligini. Aytgancha, barchaga salom bo'laman, ismim Kompot bo'ladi, barchaga salom. Ko'rishingiz mumkin, короче, biz hozir mashina qurib olganmiz, mana mashinalarning chiroyliligini. Sizlar hozir baholab berishingiz kerak, qaysi mashina zo'rligini. Qishloqning mashinasimi yoki mana mashinam. Va hozir obunachilar bunga nima desam bo'ladi, aniqlik kiritib olamiz. Aniqlik kirita olamiz deganiga zo'r g'oya keldi. Poyga o'ynamaymizmi? Poyga? Ha, poyga. Albatta zo'r variant lekin. Agarda poyga o'ynasak obunachilar, zo'rmi? Kimniki zo'r, kimniki tez zo'rligini bilib olamiz. Tezligi zo'rligini, to'g'rimi? Nima bo'lganda ham o'shada, davay tezroq boshlaylik. Xo'p, mayli, to'xtaman hali mebel olganim yo'q hali to'liqligicha. Bo'l tezroq bo'l, mani vaqtim yo'q, davay tezroq bo'l. Biz mashinamizni ikkalamiz kutolmaymiz. Nima degan gap bo'ldi endi bu? Hozir sabr qilib tursang, hozir bitta mashina qo'yaman-da, ajoyib. Menimcha ajoyib bo'ldi. To'xtanglar, hali mana buni shunday bitta qo'yamiz-da, benzinchani qo'yib olamiz-da. Normalniy, davay. Tezroq bo'l, chuvamiz-da. Davay, masalan, sal oldin bo'ldim men. Bo'ldi, mana joylashtirib bo'ldim. Ana endi qani go, poyga o'ynaysa poyga o'ynabmiz-da, qayerga poyga o'ynaymiz? Bilasanmi nima? Men bilaman qayerga poyga o'ynashni. Men qayerda eng zo'r poyga joyi borligini bilaman. Tushunyapsanmi? Rostdanmi? Davay bo'lmasa tezroq hayda, nimani kutib turibmiz? Qani go. To'xta, men qolib ketyapman. To'xta, mashinaga minib olaylik hozir. Turdi. Hozir. Davay, kapot ko'r, mani ortimdan yur. Nima bo'lyapti? Boshimda motori anaqa qilyapti, vibratsiya beryapti. Mayli, chiqsa yo'q. Davay, qani go bo'lmasa qishloqqa. Davay, ortimdan yur bo'lmasa, davay, oxiriga borgan, oq eshak bo'ladi. To'xtaman, qolib ketdim, sanimi? Tezroq ketdik. Yo'q, kapot, qani go bo'lmasa, poyga o'ynasak poyga o'ynabmiz-da, tushundingmi? Qani, xo'p, mayli. Obunachilar munqarili juda ham balandligini ehtiyot bo'lishimiz kerak, bilasanmi shuni? Ha, bilaman. Sen faqat boru yaxshilab e'tiborli bo'lsang tushib ketmaysan, tushundingmi? Mayli bo'lmasa, mana davay tezroq boshlaylik, vaqt cho'zmasdan. Okay, mayli. Juda ham uzunligini qaranglar-da. Короче, kim birinchi marraga borsa o'sha zo'r g'olib, tushunyapsanmi? Keyin oxiriga borgan odam mashinasi musor bo'ladi, tushundingmi? Bilasanmi nima? Ha, mayli, tushundim. Obunachilar munqarili juda ham zo'r poyga o'ynamoqda bizda, lekin obunachilar buni chotki qilib yutaman, hali ko'rasizlar, hali. Qani ketdik bo'lmasa? Okay, davay. Sen sanaysanmi, menmi? Men sanaysan, sen sanash bilmaysan-ku. Okay, mayli bo'lmasa 1 2 qani 3 go. To'xta, men qolib ketyapman-ku, qani go bo'lmasa. Okay. Sen meni urib ketding. Bor ket olimda. Sen meni durtib yubording, kallang joydami sani? Tushunmadi, Vah, oyog'im. Qishloqqa. Qani go, sen tushib ketding, borga botakani. Qishloq, tushda pastga hozir men senga ko'rsatib qo'yaman, meni durtib yubording. Mana bu yerda ekan, mashinam qayerda ekan u? Xarosh, qani go, qani ketamiz-da. Zo'r. Tushunmadim, nimaga tushib ketib qoldim, tushunmadim, nimalar bo'lyapti. Sanimi, mashinam tushib ketib qoldi. Battar bo'l, ana ko'rdingmi? Sen ham tushib ketding, bu degan hech kim g'olib bo'lmadi. Lekin sen birinchi tushib ketding-ku. Men keyin tushib ketdim. Zato hech kim marraga bormadi-ku, tushundingmi? Bo'lmasa qarin ketdik, boshidan o'ynaymiz. Hozir ko'rsatib qo'yaman men senga. Davay bo'lmasa, sana davay, boshi bormi? Xo'p, mayli, 1
2 3 qani go. Давай, go. Kapot, qolib ketyapman. To'xta, astroq yur. Ya nimaga asta yurishim kerak? Poyyak bu. Ehtiyot bo'lish kerak. Normal. Okey. Voy, cho'madim, ham tushib ketib qoldik bu mashina. Voy. Ajoyib. Qishloqqa. Ya chumam qishloq qayerga? Ortimdan kelyaptimikan ish qilib? Hoppa, normal mana bu yerdan o'tib olamiz. Hoppa, normal. Ajoyib. Qishloq qanday bu yerga o'tib olding, a? Kapot, IQni ishlatish kerak. Vashi g'irromchilik qilyapsan, tushunyapsanmi shuni? Sen o'zing g'irromchilik qilib, emas, tiqilib qoldim. Kapot, to'xtaman, tiqilib qoldim. Tiqilib qolsang menga nima? Ana ozgina qoldi obunachilar, davay go bo'lmasa, okey. Kapot, to'xta, mana boryapman. Davay birga kiramiz finishga, nima deysan? Nima bu qishloq nimaga bunaqa gapiryapti? Tushunmadim. Qishloqni o'zi ham yo'q, ko'rinmay qoldi-yu. Mayli, qani. 1 2 3 shunday qani go mani yutdim-mu, g'olib bo'ldim-mu, kam. Sanimi? Hali ko'rsatib qo'yaman. To'xta. Bilasanmi nima? Mayli, sen bundan yutding. Albatta men yutaman-da. Xo'sh, ana endi men gapiraman. xo'sh nima ekan? Ana endi tekis yo'lga, qani poyga o'ynaylikchi, teppa tekis yo'lga. Sen mana aji-buji yo'lga, mayli sen yutding. Qani tekis yo'lga, qani kimniki tezroq ekan. Shaharga ketdi bo'lmasa. Mayli, normal bo'lmasa agarda tekis yo'lga bo'lsa, tekis yo'lga qani go bo'lmasa, sandan chotku anavi qila olaman men mashinam, tushunyapsanmi? Ha, toza katta gapir ekaningda. Qani boraylikchi, keyin o'shada ko'rib gaplashib boramiz, tushundingmi, Kapot? Mayli bo'lmasa men mashinaga ketdik. Qani qishloqqa, ortimdan kelyapsanmi? Ha, kelyapman, let's go. To'xta, mana shu yerga, mana bu chiziqqa to'xtaymiz-da, poyga o'ynay olamiz, tushundingmi? Okey, davay. Qaysi chiziqqa? Mana shu yerga to'xta-da. Okey. Xo'sh, Kapot, nima ekan? Hop, qara. Hozir biza mana shu yo'l tugaguncha anaqa qilamiz, qaranglar shahar kattaligini. Mashinalar ham yo'q hozircha, tezroq poyga o'ynab olaylik, mashinalar ko'payib ketsa o'ynab bo'lmaydi. Xo'p, mayli, to'xta, qara. Mana bu to'g'ri yo'l ekan. Mana shu yerdan to'g'ri yuramiz, tushundingmi? Tushundim, bo'ldi. Keyin qayerga to'xtaymiz? Yo'lning oxirigacha yuramiz, tushundingmi? Mayli, tushundim. Qani, bo'lmasa Kapot. Bu safar men sanayman, sen sanamaysan, tushundingmi? Xo'p, mayli. Okey, asta mana shunday qilib o'tib deb, normal, ehtiyot bo'lamiz. Qani sana? 1 2 qani 3. Davay tezroq haydashimiz kerak. Okey, davay, let's go. Xo'sh. Kapot qolib ketdim, to'xta, astroq hayda, birga boramiz. Nimaga unday tez yuryapsan? Men nimaga asta haydashim kerak? Qarasam mashina asta ekan, battar bo'l. Ana endi borma, g'olib bo'laman, ishonaver. Bu raundda ham yutaman. Sam o'zim mashinam bor, o'zingga o'xshagan taxta. O'sha bo'lmaydigan mashina ekan. U ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu yerda qurilish ishlari olib borilayotgan ekan, u ehtiyot bo'lish kerak. Men senga aytmoqchi edim, o'zi o'tib bo'libsan. Xo'p, mayli. Kompotmisan, kompot poygachi bo'ladi-yu. Mayli bo'lmasa, tezroq haydaymiz, davayda, qachon yo'l tugar ekan-a? To'xta, men qolib ketdim. Sanama burilmay qoldi-ku bu mashinam. Kapot, men yutdim. Men o'tib ketdim sendan. Sanama. Kapot, bu yerda yo'l tugadi. Rostdanmi? Haqiqatan yo'l tugabdi. Kapot, bu degani bilasanmi nima? Nima bu degani, ha? Sen aytding yo'l tugaguncha deganding, bilasanmi, yo'lda oxirigacha. Mana yo'lda oxiri. Hozir bunda sen yutding, to'g'rimi? Ha, men yutdim. Ko'ryapsanmi, sen mashinang bo'lsa desam ishomaysan. Lekin bora tezligi zo'r ekan. Xo'p, mayli, lekin o'tgan raundda men yutdim. Mayli, birga bir bo'ldi, bilyapsanmi shuni? Ha, bu degani biz ikkalamizning mashinamiz ajoyib. Menimcha ajoyib bo'lsa kerak. Bilasanmi nima? Qarochi, sani mashinang ham tezligi juda ham zo'r, normalli ekan. Ha, rahmat senga. Lekin sani mashinang zo'r burilar ekan. Mana bu qiyali, mana bunaqa reski buriladigan pavorotni yo'llardan. Okey, mayli. Kapot bo'lsa bilasanmi nima? Hozir biz shahardagi kafelarga boramiz-da. Shunday mashinalarimiz bilan boramiz-da. Qizlar ajali bo'lamiz-yu. Obunachilar bu qishloqning gapiga e'tibor bermaysizlar. Lekin obunachilar, sizlarga qaysi mashina yoqdi, kommentariyada yozib qoldiringlar. Kompotniki bo'lsa kompot, qishloqniki bo'lsa qishloqqa deb yozib qoldiringlar.
Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Yana anavi boyagi qishloqqa gapimga e'tibor bermanglar. Ha, e'tibor bersa, biza gapim zo'r. Endi bor-u, mayli. Bor. Xo'p, mayli obunachilar, xayr, sog' salomat bo'linglar. Bo'lmasa qishloq qani go, bo'lmasa sen aytgandek kafega boraylik, qani kafega choy ichamiz.